klient o'zi olib beradigan dimoxod bilan gazni olib beradi, joyiga olib borib teshib o'rnatib beramiz. 12 ta viloyat bo'yicha borib o'chkash, olib borib berish uстановkasi ham yo'q ichida turishi kerak. Menga razmerini aytib o'rsangiz, necha pulga bitadi mana shu turishi? Shu narsamizdan aka to'g'risi ishonamiz ko'p. Cheklanmagan miqdorda desak ham bo'laveradi. Misol uchun imini mashinadan zakaz qiladigan bo'lsa, hop. Shu turishini aka hozir 240 joyga tushaveradi bu mebelimiz ham. Buni aka 3,200 ming so'mdan O'zbekiston ichiga dastavka qilib beramiz. Opa, qanday bo'ldi bu ish jarayoni? Zo'r. Mana Andijondan Akmal degan bola keldi. Mana shuni bizlar bilan hisob-kitob qilib, dogovor qilib tushdi. Yaxshi, zo'r. Bizlar ko'nglimizga o'tirdi qilgan ishlari. Narxi juda ham yaxshi. Moyka semisitul ichida qilib berganmiz. Moykani har doimgidan ham yaxshisidan qilib berganmiz. Bir qator ishlarga chorlik ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Original zo'ridan. Qo'shimcha mana bu taxtagashlar ham buni ichida keladi. Dozatellar ichida. Shu turishi qanchaga tushyapti aka? Shu turishiga bir hafta yabiyog'ida o'rnatib berdik. 10 kun suraga olganmiz. Bir haftani yabiyog'ida chiroyli qilib o'rnatib berdik. Biz 100% rossiyskiy laminatda tayyorlangan mebelimiz. Pagonometrini 2400 ming so'mdan olib chiroyli qilib yasab berganmiz. Har bir mujikka, aka-ukalarimizga, shu ayoliga, onalarimizga mana shu chiroyli oshxona mebellarini qilish nasib qilsin deb qolamiz. Har bir ayolni orzusi bo'lsa kerak bunaqangi oshxona mebellari. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bugun do'stlar Samarqanddamiz. Samarqandda vodiylik usta akamiz Akmaljon aka. Assalomu alaykum. Yana bir bor charchamayapsizmi aka? O'tib ketgan bo'lsa ham haytlar bilan yana bir bor. Xo'p, ko'pchilik so'rashganda mana vaqti kelibdi, anchadan beri chiqarmagandi kuxinni mebellarni, mana haqiqiy ustalardan. Usta akamiz endi bilasizlar, haqiqiy ustalar sal kamtarroq bo'ladi. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Hozirgi turgan joyimiz qayer aka, manzillarimiz? Samarqand shahar Dallagir bozori. Dallagir eng katta bozor ekanda Samarqandda. Atroflardan bitta ko'rsatib qo'ying-da. Katta ekan, kelsangiz boshqa mebellardan bemalol topib ketasiz. Xo'p, aka, bu Samarqandda qanchadan beri faoliyat yuritasiz? O'rtacha bir 2 yil bo'lib qoldi aka. 1 yil, 1,5 yil atrofida shu yerda ishlayapsiz. Qilingan ishlaringiz bor. Bozordagi vitrinani ko'rsatib o'tamiz, narx-navolar bilan tanishtirib, keyin qilingan ishlarni uylariga borib yoritib beramiz. Narx-navolari barchasini ko'rsatib o'tamiz. Pastda nomerlar qoldiramiz har doimgidek. Aka, 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz-mi, nima deysiz? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab. Sizlar qani bo'lmasam biz birinchi mebelni ko'rsatib boshladik. Birinchi mebelimiz aka, hop, 4 metrga 2 joyga tayyorlangan mebelimiz. Hop, materialga keladigan bo'lsak, Kashtan firmani akrildan qilganmiz, biz Sveta Mokri. Hop, bu mo'yish-a? Bu mo'yish. Nechiga necha edi bu? Bu aka 2 balandligimiz 2 joyga, uzuni 4 metr joyga tushadigan tayyorlaganmiz. Hop, materiallari, il chekarsak kronkilari 2 qalin PVX kronka ishlatilgan. Hop, semisitilimiz yaxshi semisitillardan qo'yib berilgan. Falama semisitil hozir trendda bo'layotgan semisitillar. Moykamiz ham nejavekali qalin qora moykadan. Keyin dayorimiz ichida ketadigan narsalar, pichoq nabor, kapkul, pirchaka shu narsalarimiz ham dayorning ichida bonus qilib qo'shib berilgan narsalarimiz. Qo'shib beriladi. Adden misol uchun borgandan keyin bu narsamiz buncha bo'ldi, bu narsamiz buncha bo'ldi deb turib adden narx-navoga qo'shilmagan holatda bonus qilib qo'shib berilgan narsalarimiz. Dayorning ichida ketadigan shu shulkamiz birga ketadi, pichoq nabor shu narsalar birga bo'ladi. Xo'p, bu yoqda ko'ryapman, har xil pastma tortmalari bor ekan. Bular vakuummi? Bu hammasi vakuum aka. Samet firmani vakuum selostkalarini ishlatamiz. Petlalarimiz ham aka Samet firmaniki. Yaqinlashtirib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa xizmati zo'r. Xullas, material zapchastlarga garantiyalar bor. Har tomonlama to'g'risi kasbiyniy narsa ishlatilgan. Xo'p, mana stoleshnicasi dermidi, nima derdi? Stoleshnicasi bu. Xo'p, Zosko stoleshnica rossiyskiy. Rossiyskiy. Xo'p, aka, hozir buni miramirni ham qilib agar kelishsak, mebelni o'zini qilib berib turib, miramir ham qo'yib beraveramiz. Buni o'rniga plus minusini kelishamizda miramir qo'yib beraveradi. Xohlovchilarga podzakas xohlaganini qilib beraveramiz. Shu turishi qanchaga tushyapti aka? Shu turishi aka, hop, 12 million so'mga tayyor bo'lgan, 12 million so'm narx aytilyapti. Tushunarli. Ichida hamma narsasi tayyor, hech narsa olib o'tirmaydi. Olib o'tiradigan narsasi faqat
klient o'zi olib beradigan dimoxod bilan gazni olib beradi, joyiga borib teshib o'rnatib beramiz. Tushunarli. Do'stlar, mana oladigan narsangiz dimoxod va gaz olasiz, qolgan hamma narsasini o'zlaridan olib borib o'rnatib berishadi. Hop, endi buni zakazga tayyorlaydigan bo'lsak aka, zakazga pagonometri 3.200.000 so'mdan boshlanadi. Akrillarimiz, laminatlarimiz 2.400.000 so'mdan boshlanadi. Xuddi mashq ko'rinishda misol uchun laminatda tayyorlab bersak ham bo'ladi, va arzonroq chiqadi. Mexanizmi, hamma narsa shu akrilga nima qo'yilsa shu narsa qo'yiladi, faqat oldi fasadida farq qilib qoladi xolos. Misol uchun bularga mana kashtan akril ishlatgan bo'lsak, laminat bo'ladi. Puli nisbatan arzonroq chiqadi xolos. Tushunarli. Hop, keyin yana bozor standart ishlarimiz ham bor aka. Bularimiz 240 ga 240, material akril, kashtan молочный svetda tayyorlangan. Va bunimiz 100% laminatda tayyorlangan ishimiz aka. Mokriga dufatan deb aytamiz buni rangini. Mokriga dufatan tayyorlab bergan mebel, tayyorlangan mebelimiz. Hozir mana shu materiallarni to'g'ri trendda ko'p mebellarga aralashtirib qilishyapti. Xo'p, aka, misol uchun mana shu turishi kerak, menga razmerini aytib yuborsangiz, necha pulga bitadi mana shu turishi? Shu narsamizdan aka to'g'risi ishonamizda ko'p, cheklanmagan miqdorda desak ham bo'laveradi. Misol uchun imini mashinadan zakaz qiladigan bo'lsa, hop. Shu turishini aka hozir 240 ga 240 joyga tushaveradi bu mebelimiz ham. Buni aka 3.200.000 so'mdan O'zbekiston ichiga dastavka qilib beramiz. Shu turishi 3.200.000 so'm. Shuni ichiga xohlasa mo'ykani bu yerga, xohlasa bu joyga qo'ysa bo'ladi. Bu yerga mana gazga joy tashab ketganmiz, pastiga dixob kanonni, bu yerga bitish kanonni. Mebelni shu turishini 3.200.000 so'mga dastavka qilib beramiz. Gap yo'q, do'stlar. Nargisi qanchaga tushadi shunda? Sal kattaroq ekan. Bunimiz material 100% akrilda bo'lgan. Bu 240 ga где-то bir 2,5 atrofi joyga tushadi. Hop, bunimizni 5 millioniga dastavka qilib beramiz Samarqand shahar bo'ylab. Tashqarilariga bo'lsa, agar misol uchun boshqa uzoqroq joylarga bo'ladigan bo'lsa, dastavkasiga nisbatan qo'shilgan holatda kelishib chiroyli qilib joylab beramiz. Bunda ham shunday. Xohlasa bu yerga, xohlasa bu yerga, asosan mo'ykani biz o'rtaga mo'ljallab qo'yganmiz. Buni ham ichiga idishtiradigan shulkalarni joylab qo'yganmiz. Bonus bular? Bular ham bonus. Gap yo'q. Do'stlar, xohlovchilarga mana bunaqangi variantlari ham bor. Tayyorlardan ham dastavka qilib berishadi. Mana shunday oshxona mebellarini niyat qilganlar bitta like bosib qo'yamiz. Har bir mujikka, aka-ukalarimizga, shu ayoliga, onalarimizga mana shunday chiroyli oshxona mebellarini qilish nasib qilsin deb qolamiz. Albatta fikrlarimizni kommentarda yozib qoldiramiz. Xo'p, aka, bu qanchaga tushdi? Mana shu turishi mebelimiz aka. Hop. 3 metrga bunaqasiga 4 metr joyiga joylashgan mebelimiz. Hop, pagonometrini 3 million so'mdan yasab berganmiz akamizga. O'sha 21 million so'm bo'lgan. Boshidan $500 zalogini olib, qolganini yasab, mana chiroyli holatda o'rnatganimizdan keyin qolgan pullarimizni berib yuborishgan. Xo'p, 21 millionga mana shu turishi bitta. Hamma narsasi ichida. Hamma narsasi ichida. Bu tayyor ichida bo'lgan narsamiz. Doimgidek mo'yka semisetrli ichida qilib berganmiz. Mo'ykani har doimgidan ham yaxshisidan qilib berganmiz. Bir qator ishlarga olib ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Original zo'ridan. Qo'shimcha mana bu taxtagachlari ham buni ichida keladi. Dozatorlar ichida. Yaxshi mo'ykadan qo'yib berganmiz. Gellarni qo'yib ishlatsa bo'laveradigan. Gap yo'q. Bu ham polni vakuumda. Shunday. Mexanizmimiz 100% vakuumda, tortlarimiz ham doimgidek vakuumli rolga qo'yganmiz. Mexanizmimiz %100 fasyani vakuumli yaxshi petlardan ishlatamiz. Chekalari aytib o'tganimizdek, chekalari 2 sm qalin rezinoviy kronkada bo'lgan, tepasi ham pasti ham. Tushunarli do'stlar, gap yo'q, vobshe zo'r chiqibdi lekin mana uyda ugun bo'pti-da, to'g'rimi? Shunday ha. Xo'p, bu yerda uyda egalari o'tiribdi, mana havas qilib, zo'r chiqibdi deb. Qanday o'zi? Yaxshi chiqqanmi? Yoqdimi sizga? Qisqacha fikringizni aytsangiz, ustolar qanday ishlashdi? Ularning ishi toza, sifati yaxshi. Ma'qul bizlarga. Narxlari ham sizga ma'qul? Ma'qul. Endi bizga asosiy klientdan kerakli gap, so'rovlar, so'ramasak ham aytiladigan gapimiz, misol uchun, mebel sizga yoqqanmi, kassivasi, boshqa taraflama, misol uchun, har tomonlama ishimiz yoqdimi, ma'qul keldimi sizga? Ma'qul tushdi, ma'qul. Obunachilarga qanaqadir tavsiya berasizmi? Tavsiya etamanki, mana bu ishlari toza. Kim nima qilsa tavsiya qilaman. Ma'qul, toza sifati. Ustiga javob beraman deyapti ustoz. Hammasi boyagi zapchastlarning zapchastlari to'g'ri toza original.
Siz bilan Bironta qaysi unisi yo'q. bozorda gaplashgandik, bozorga kelib gaplashgandik, dalaga bozorga kelib gaplashilgan. Keyin uyga kelib turib zakasini olganmiz, o'chkab chiroyli qilib turib, dedi bir hafta yo bu yoqda o'rnatib berdik-da, 10 kun sroga olganmiz, bir haftani yo bu yoqda chiroyli qilib o'rnatib berdik. Xudo xolasa, keyin ko'ngilingizga chiqqan bo'lsa, xudo xolasa agar ishlatgan narsa qilsa, maza qilib ishlatinglar aka. Bergan pullarga rozi bo'linglar. Albatta. Keyin yana bitta narsa, akajon, bizda to'g'risi asosan zakaz bo'yicha ishlanadi. Bozorda ko'rgan ishimiz ham, misol uchun, bozor standartimiz ham bor. Asosan bizda zakaz bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyat bo'yicha borib o'chkash, olib borib berish ustanovkasi ham yo'q ichida. Olib borib o'chkashimiz ham, misol uchun, viloyatlarga, misol uchun, Qashqadaryoga bo'ladimi, Surxondaryoga bo'ladimi, borib o'lchab, zarurlarni olishimiz, boshqa xullas hamma yo'g'i daryoning ichida ketadi. Borganimizdan keyin yo'l kirasi akajon ancha bo'ldi. Boshqa bunaqa gap so'zlar bo'lmaydi. Shu kelishilgan summaning ichida bo'ladi. Olib borib o'rnatib berishimiz, ustanovkasi, borib o'chkash hammasi O'zbekiston bo'yicha besplatniy. Gapi o'zi kuxonniy mebellar asosan shu zakaznoy ishlanadi, to'g'rimi? Hammaning uyi har xil, razmeri har xil. U standart ko'p joylarga to'g'ri tushmaydi. Shuning uchun past zakaz mana ishonchli joyini ko'rsatyapman. Pastda nomerlarini qoldiramiz akamizni. Aloqaga chiqib mana egalaridan ham tavsiya bo'ldi. Eng ishonchli ustani mana sizlarga ko'rsatdim. Aziz yurtdoshlar, bu navbatdagi obyektimiz. Mana opamizni uylarini qilib. Opa, qanday bo'ldi bu ish jarayoni? Zo'r. Mana Andijondan Akmal degan bola keldi. Mana shuni bizlar bilan hisob kitob qilib, dagor qilib tushdi. Yaxshi, zo'r, bizlar ko'nglimizga o'tirdi qilgan ishlari. Ishlari Narxi juda ham yaxshi. Narxini uncha tortishmadi ham. O'zi aytganini aytdi, lekin bizlar undan da yana tushirsak tushib qilib berdi. Insofli bor ekan. Bu kishi ham endi ana o'qigan musulmon odamku, tushunadi-da bir-birimizni. Hozir endi bitta narsa, xo'p. Qayerdan zakaz qilgandik, qayerdan ko'rib ikkovimiz ko'rishgan holatda birinchi adresimiz qayer bo'ldi? Men endi borib, mana bu Danilager degan bozorimiz bor, shaqqa borib, hamma qilgan mana shu kuxonniy naborlarni ko'rdim. Ular ishi uncha yoqmadi menga. Keyin bitta kuxonniy naborga kirganda bir erkak turgan ekan, mana shuni kim yasadi desam, shu ustamiz bor deb Akmalni bizlarga ro'para qildi. Keyin Akmal bilan kelishib, shaqdan olib kelib, Danilager degan joydan mana shu Akmalning ishlari bizga yoqqani uchun mana shu ishlarni qildirdim. Yo'q. Bu yerda ancha ish bo'libdi-da, hozir. Bu yoqda отдельный mana bank, холодильник отдельный chiqdi. Bu o'rtadan beton chiqqandi, betonni bo'lni ashka qilib o'rab berdik. Buni ham ashka. Shunday. Yana qo'shimcha buni orqasiga shkafcha joylab berganmiz, ko'proq kiyimlarni sig'ishib, ko'proq idishlarni sig'adigan qilib. Sekretniy zonalarga shunday. Polkalari ham qavatda ko'proq bo'lgan. Misol uchun pastdan sanab chiqadigan bo'lsangiz, 5 qavat bo'lgan holatda. Yo'q. Bu yerda hozir qanchadan tushdi mana shu holatda? Bunimiz 100% rossiyskiy laminatda tayyorlangan mebelimiz. Hop, pagonometrini 2400 so'mdan olib chiqarib yasab berganmiz. Qo'shimcha bonuslari pul qo'shilmagan. Aslida dayorimizda 240 gacha bo'lgan holatda 2400 so'mdan yasab beramiz. Tepa eshiklarimiz dayorning ichida bo'ladi. Standartimiz 70 sm bo'ladi. Bu opamizga 1 metrga tayyorlangan. Mana ichki polkalarni ochib qaraydigan bo'lsangiz, 2 qavat emas, pastdan hisoblaganda 4 qavatli bo'lib bo'lgan. Eshigimiz bo'yi balandligi 1 metr bo'lgan. Har doimgidek mexanizmlarimiz Samet yaxshi mexanizmlardan qo'yib berganmiz. Eshiklarimiz razmeri katta bo'lganligi uchun 3 tadan petla qo'yib berganmiz. Barhod bo'lishi uchun. Hop, endi bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda ham shu betonni o'tganligi uchun bu yerda ham bir yo'lali ochiq qolib, uning qolib ketmasin deb turib, bir yo'l afishka qilib, chiroyli qilib urab berganmiz. Mana qilib chiroyli holatda bezazor, bestik qilib chiroyli qilib berganmiz. Tushunarli. Do'stlar, endi mana bu gaz plita, kirmoshin, bular o'zlaringiz olasizlar. Shu yasalgan holatni biz aytib o'tdik, shundaymi? Shunday. Doimgidek dayorimiz ichida qo'yib bergan narsamiz. Mevkamiz yaxshidan qo'yib berganmiz, falomasini setilamiz yaxshidan. Radiatori bor. Hop. Shu shulkani ham yaxshidan qo'yib berganmiz. Tushunarli. Har doimgidek shu ichida qo'shib beriladigan narsalar bular. Nima deymiz? Ishga gap yo'q. Mana tavsiya qilib qolamiz. Mana podpishchilarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqib, mana realniy egalaridan ma'lumotlarni olib, ishonchli bo'lganligi uchun sizlarga ko'rsatyapman. Do'stlar, mehnatimizni qadrlagan holda bitta laykingizni qoldiring. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying.
qo'ldan kelgancha mana yoritib berdik. Hammasi ishonarli. Usta akamiz nomer 1 ishlarini ko'rsatdik. Xalq rozi. Ishlaringizga omad usta aka. Pastdagi nomerlarga bog'lanib aloqaga chiqaveramiz do'stlar. Hammaga omad.